Bugungi kunda ta'lim tizimini zamon talablariga mos ravishda takomillashtirish, pedagoglarning ilmiy salohiyatini oshirish va xalqaro hamkorlikni mustahkamlash muhim ahamiyat kasb etmoqda. Shu maqsadda Andijon shahrida 17 ta xorijiy davlat pedagoglari ishtirokida zamonaviy ta'lim pedagoglariga ta'lim samaradorligini oshiruvchi vosita sifatida mavzusida xalqaro ilmiy amaliy anjuman bo'lib o'tdi. Tadbirda O'zbekiston va xorij mamlakatlaridan taniqli olimlar, pedagoglar, psixologlar hamda ta'lim muassasalari rahbarlari ishtirok etdi. Unda bildirilgan fikr, mulohazalar va tavsiyalar ta'lim jarayonini yanada samarali tashkil etish, yangi o'quv dasturlarini ishlab chiqish hamda ularni amaliyotga joriy etishga xizmat qiladi. Batafsil muxbirimiz Akmal Mo'ydinov lavhasida. Anjumanda zamonaviy ta'lim jarayonida innovatsion yondashuvlar, ilg'or pedagogik texnologiyalar va sun'iy intellekt imkoniyatlaridan samarali foydalanish orqali ta'lim sifatini oshirish, o'qituvchilarning kasbiy kompetentligini rivojlantirish hamda xalqaro tajribalarni o'zaro almashish kabi muhim maqsad va vazifalar ilgari surildi. Har bir davlat ichida hozir sun'iy intellekt bilan ishlash prosessi ketyapti. Nafaqat ta'limda, balki meditsina, boshqa yo'nalishlarda ham har bir sohada sun'iy intellektdan keng ko'lamda foydalanish va uning natijakorligini oshirish to'g'risida asosiy mavzu ketgan. Shuningdek, anjuman davomida ta'lim tizimidagi dolzarb masalalar muhokama qilindi. Ilmiy tadqiqot natijalarini amaliyotga tatbiq etish, ta'lim paradigmasidagi yangicha qarashlar va metodologik yondashuvlarni keng jamoatchilikka tanitish, o'quvchilarda kreativ fikrlash va raqamli savodxonlikni shakllantirish yo'llarini izlash mavzularida ma'ruzalar tinglandi. Bu tadbirda men ham bugungi zamonaviy ta'lim strategiyalari to'g'risida ma'ruza qildim. Ushbu ma'ruzamda asosan ta'limdagi ilmiy yondashuv sifatini oshirish maqsad qilingan. O'ylaymanki, bu xalqaro ilmiy forum barcha pedagoglarga foydali bo'ladi va albatta kelgusidagi ish faoliyatlarida asqotadi. Konferensiyada O'zbekiston Respublikasi va xorijiy mamlakatlardan taniqli olimlar, pedagoglar, psixologlar, ta'lim muassasalari rahbarlari hamda magistrant va doktorantlar 250 nafardan ortiq pedagoglar ishtirok etishdi. Bundan tashqari Kanada, Filippin, Rossiya, Belorussiya, Qozog'iston, Turkmaniston, Eron, Ozarbayjon va yana boshqa bir qator xorijiy davlatlar vakillari offline va onlayn shaklda qatnashdi. Ushbu konferensiyada hududiy va xalqaro darajadagi o'qituvchilarning ma'ruzalari tinglandi. Mendek yangi ustozlar uchun bu albatta foydali bo'ldi. Andijondagi bunday nufuzli anjumanlarning tashkil etilishi albatta samara beradi va bu tashabbus menga juda ham yoqdi. Xalqaro konferensiya yakunida ishtirokchilarga maxsus sertifikatlar tantanali ravishda topshirildi. Ushbu sertifikatlar ilmiy faoliyatdagi muvaffaqiyatlar, ta'lim jarayonida innovatsion yondashuvlarni tatbiq etish hamda zamonaviy pedagogik g'oyalarni rivojlantirishdagi faol ishtiroki uchun taqdim etildi. Bu kun Akmal Mo'ydinov, Andijon.